Qaraman, sevgan qizim bilan boshida tanishganimda hammasi ideal edi. Shu vaqt o'tgan sari men xuddi u mendan zerikayotgandek his qilyapman. O'zi shunaqa bo'ladimi, sevgi? Sen menimcha qadrsizlanyapsan. Nimaga degin? Nimaga? Mana misol uchun xatdan ko'p SMS yozgansan, xatdan ko'p qo'ng'iroq qilgansan, xatdan ko'p sovg'alar bilan siylagansan. Shunchaki u emotsiyani olib bo'lgan. Tushunyapsanmi? Mana sen unga qanaqa payt SMS yozasan? Shu SMS yozish bilan sraz yozaman. Siraza? Sevaman-da. U bilasan qanaqa payt senga SMS yozadi? Qanaqa payt? Kechqurunmi? Vaqti bo'lganda. Balkim shu yuragingga hech kim kirolmas so'zsiz ay. U hamma zobtama yashab sensiz, kun kelib topolmaydi seni izlab barchadan. Sen kabi men ham do'stim soxtalardan charchadim. To'yib ketdim sevgining bozoridan, kelib ketgan soxtalar ozoridan.